Listemizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Tehe mavzumunda tehe diplomatik münasebet ornatmay turup Prezident Trump bilen Kim Jong-un söhbet ötközgen öyge iki devletning devlet bayrağı qadaldı. Mavzuli haber Jungo Partiya Merkezi Komitetining yer şahri vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlar. Amerika Çavuşen tehe diplomatik münasebet ornatmay turup. Demek hazırgacha Çavuşen bilen Amerika iki devlet sifatida bir-birini e'tirof qilishgan emas. Diplomatik münasebet ornatmay turup, yani bir-birini özara e'tirof qilmay turup, söhbet qilish zaliga iki devletning devlet bayrağı qadaldı. Yer şahri vaqt gazetining muxbiri diqqat qildiki, Prezident Trump bilan Çavuşenning rahbari Kim Jong-un birga bir bo'lib söhbet o'tkazgandan keyin söhbet o'tkazgan kechiringlar, yig'in zaliga o'xshashda Amerikaning davlat bayrağı va Çavuşenning davlat bayrağı qadaldi. Növbəti Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Çavuşenning bir-birini e'tirof qilmagan, ya'ni diplomatik munosabat o'rnatmaganligini nazarga olganda, suhbat zaliga qarshi tarafning davlat bayrog'ini yoki Çavuşenning yoki Amerikaning bayrog'ini qadashga bo'lamdi yo'q. Kuzatuvchilar tarafidan ikki davlatning bir-birini e'tirof qilish darajasining termometri deb qaraldi. Demak, iki tarafning davlat bayrog'ini qadashga bo'lamdi yo'q degan bu masala kuzatuvchilar tarafidan ikki davlatning bir-birini e'tirof qilish darajasining termometri deb qaraldi. Yangi mavzu, yangi xabar. Kim Jong-un cho'ng qadamlab Prezident Trumpning oldiga keldi. Jungoning tizginlashidan qutulmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 6-oyning 12-kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasida e'lon qilindi. Shu kuni Van Vitor betiga yetkazildi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un ikkisi suhbatlashishga o'tirishdan avval ko'rish maydonidagi manzarani tasvirlayapti vatandoshim. Dünya diqqat qilayotgan Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbati 6-oyning 12-kuni Singapurda o'tkazildi. Amerika matbuotlari jarayonni tafsiliy bayon qildi. Washington Post gazeti mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatining ahamiyati shu yerdaki, Prezident Trump bilan Kim Jong-un xususiy munosabat o'rnatdi. New York vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatidan Beijing bearam bo'ldi. Amerika siyosat axborot orbiti 12-kuni xalqaro sinashdan naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Faqat 27% Amerikalik Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbati Çavuşen yerim orolini yadrosizlashtirishni zo'r ilgirlashni kapolatga ega qiladi deb hisoblaydi. Nilson xalqaro sinash shirkati tekshirib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatiga kishilarning ko'z qarashlari oqdi. Lekin suhbatning natijasiga konservativ qarovatida. Washington Post gazeti maqolasida mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Kim Jong-unning yuqori darajaliklar suhbatida birma-bir so'zlashganligi suhbatning haqiqiy ahamiyatining xususiy munosabatni taraqqiy qildirish ekanligini ko'rsatib berdi. New York vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un ikki davlat rahbarining tunji qatam uchrashganligi yeri Çavuşenning yadro qurollariga ega ekanligini, shundaqli yana Prezident Trumpning an'anaga, ya'ni yadro qurollariga ega ekanligini, an'anaviy yadro qurollariga ega ekanligini, shundaqli yana Prezident an'anasiga qarshi turgan Amerika prezidentining Çavuşenning rahbari Kim Jong-un bilan uchrashganligini ko'rsatdi. Prezident Trump an'anaga qarshi turgan prezident, ya'ni mushlar prezident hozir Çavuşenning rahbari Kim Jong-un bilan uchrashdi.
yadro devlet bilen bekinme bir devlet yani Çavuşan oturusu da iki taraf münasebetinin yeni devre başlandı. İki devlet rehberleri qaysi derecede sözleşti, qaysi derecede sözleşti. Hazırgacha bilgili bolmasa mı, güya her iki taraf koz kılalaydıgan, koz kılalaydıgan nersilerge igi bol. Çavuşanның rəhbəri Kim Jong-un Amerika Qoşma Ştatlarının prezident Trump bilen Singapurda söhbət ötküzüşdün burun. Cungu rəhbərləri bilen iki qatam uçraşdı. Təhlilçilər mındaq görsətdi. Prezident Trump bilen Kim Jong-un'ның Singapurda uçuruşuğa əgişib Cunga goya bir aram boldu. Vəziyyətin sırtıda qilishni xalamaydigan Cungu rəhbərləri barğan sürü ənsirəşki başladı. Kim Jong-un Çavuşanның uzundan beriki düşməni Amerikani quchaqlash orqali Cunguni cheklaydigan ta'sir ko'rsatishdan ənsirəşki başladı. Xabarda Kim Jong-un əmdi Junguning cheklishini qabul qilmaydigan bir holga keldi yoki shundoq alomatlar ko'rildi deb ko'rsatildi.